Hammaga salom do'stlar. Obuna bo'lishni unutmaymiz. Like, podpiska hamma yoqda bosib qo'yinglar. Bu meni komandam, u o'tgan komanda. U raqibim komandasi edi. ID'larda qoldiringlar. Shunaqa qiziqarli o'yin bo'ladi, keyin YouTube ga qo'yiladi. Kim ID'sini tashlasa, like, obuna bo'lgan bo'lsanglar o'ynab qo'yaveramiz. Maniyadan quturish shu yerdan gol urmoqchi edim. Vazinga to'sib oldi. Lekin yaxshi o'yin bo'ldi, o'ta qiziqarli, davomini ko'ringlar. Bu yerdan Manida aladan afsusga olib qo'ydi. Messidan o'tib ketdik. Ko'klar zo'r qaratdan olmoqchi edi. Epla olmadi va zarba gol. Alex Baenadan urib qo'yishdi. Ashu o'yin qiziqarli bo'lishini unutmanglar. Davomini ko'rib, like, obuna hamma yoqda bosib qo'yinglar. Zo'r Dembeledan chiroyli dribbling. Oxirida sal adashuvchilik bo'lib, omga chiqib ketdi. Lampard Mane ozgina yurgiman qoldi. Maldini yetkazib yubordi. Hozir Messi'da to'p. Yaxshi, zo'r. Yo'liga yurgimay qoldim berishga. Zo'r. Yaxshi. Voy. Fernandes. Voy, zashtasi yaxshi ekan. Kurtova 118. Laym. Bu yo'liga berdi. Va men Lahamga berdim, Lampardga. Va dribbling. Zarba. Vazinha. O'ta chiroyli do'stlar. Harry Kane zaminga qo'ydim. Bu yerdan uglovoy podacha Vazinha. Afsus. Va Harry Kane. Va zarba noaniq. Aunga top chiqib ketdi. Уже birinchi time tugayapti. Lam, Ko'hler. Hakin. Boshqa ish qilib bo'lmadi bu joyda. Obuna bo'lishni unutib qo'ymaymiz. Hozir stikerimga e'tibor beringlar. U meni ustidan kuldi, men bol hop degandan qilib joy qo'ydim. Endi shu videoda oxirigacha ko'ringlar. Va hozir 1-0 ketyapti. Messidan o'tishi va offside. Bu yerdan pas berdim. Va tezda ichiga kirdik. Va noaniq pas yo'q. Yana Lionel Messi singa olib qo'yishi mumkin. Va Kurtovadan o'ta прекрасный сейв. Dembele ochildi. Harry Kane tik-tak qilishyapti. Harry Kane uzatma, zarba, gol! Shunaqa chiroyli tik-tak gol uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi Dembele. Yaxshi oladi, tan olish kerak. Zo'r harakat. Harry Kane. Va tezligiga hech yetmay qoldi va tavakkal tepib bordim. Chunki orqadan patkat kerak ekan. Va zarba gol! Endi stikerlarni ko'ringlar. Atletga mana stiker ustidan kulish manaqa bo'ladi. Hozir yana bitta gol bo'ladi, men sizlarga javob beraman. Yaxshi Harry Kane. Zo'r Fernandes. Singo yaxshi. Zo'r Mane, Harry Kane. Shtraf normal. Lionel Messi Maldini'dan ola olmadi. Pasim hech yetmay qoldi. Bu Fernandes epladi. Alex. Zo'r Kaka. Va zarba chiroyli gol. Mana atvet.
Stikerga e'tibor beraman. Kulish ustidan shu bo'ladi. O'ta chiroyli aldadik. Zarba prosta pushka 9 ga. Va 3-1 comeback. Leodan to'pni olmoqchi bo'ldi va outga chiqib ketdi. Men yana bitta golga harakat qildim, vaqticha kamlik qildi. O'ta chiroyli aldadim bu yerda. Va pas berdi. Pas nicha noto'g'ri bo'ldi.